o'yinimizni qizlar bilan olmoqchimiz. Qizlar maylimi 1 minutga assalomu alaykum. 1 daqiqa vaqtingizni olaman, maylimi? Qarang, mana shu haqiqiymi yo'qmi shuni bilib bering. Bo'ldi, ketaverasiz, maylimi? Haqiqiy $100 mi yo'qmi shuni bilib bering. Haqiqiy $100 mi? Uncha bilish qiyin bo'ldi. Mencha haqiqiy $100 deb o'ylayman. Qarang, mana bunaqa bitta tepaga yorug'ga qiling, mana kalla ko'rinadi-da. Ko'rdingizmi mana? Kallasi ko'rinyapti. Bu haqiqiy $100. Bu haqiqiy $100 dan men sizdan qaytarib olmayman. Faqatgina bitta dona savolim bor. Yo'q, qarang, bitta savolim bor. O'sha savolimga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Tayyormisiz? Alloh taoloning 99 ta ismini menga aytib bersangiz, men shu pulni men sizdan qaytarib olmayman, mujik gapim. Bilmaysan? Bo'pti, qarang, osonlashtiramiz. Balkim hayajondan o'qigan bo'lsangiz bilmaysiz. 30 tasini aytib bering, 100 ming so'm beraman. Men doim o'qiyman uni. Mana bu programmada doim ishga ketayotganda o'qiyman, lekin men yoddan bilmayman. Lekin har kun 99 tasini. Video o'chirsangiz ham bo'ladi, prosta program. Yo'q, turibsiz. Qaysi programma? Ha, namoz degan programma bor. Yo'q, ichida bor. Ishga ketuvchi narsani doim aytib qo'ying. Programma bir qo'ysin. Ertalab doim mana shu 99 tasini o'qib, niyat qilib ketsa, baribir ishlar yurishadi. To'ppa. O'sha his qilaman o'sha narsani. Ya'ni yaqinlarimizga tilaymiz, svejiy miya bilan haqiqatan mana shu qiz aytgandek 99 ismini har kuni prosta odat qilib olinglar. Bir marta aytsanglar ham, menimcha bir 10 kun, 20 kunda yodlab olasizlar. Yodlaganingizdan keyin men mabodo sizlar bilan video oladigan bo'lsam, qo'lingizga pulni berib qo'ysam, men o'sha pulni qaytarib olmayman agar shartni bajarsanglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, bizani kuzatishda davom etinglar. Go.